Agar siz achchiq mahsulotlar yeyishni yoqtirsangiz, sizda sink yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Sababi sink tamizlovchi retseptorlar faoliyatini yaxshilaydi. Uning yetishmovchiligi esa retseptor faoliyatining pasayishiga olib keladi. Achchiq mahsulotlar retseptorlarni juda ham kuchli qo'zg'atadi. Yog'li ovqatlar yeyishni yoqtiradigan insonlarda ko'pincha omega 3 yetishmovchiligi bo'ladi. Omega 3 to'yinmagan yog' kislota bo'lganligi uchun organizmda sintezlanmaydi. U faqat tashqaridan ovqat bilan kirishi kerak. Organizmga vitamin va minerallarning yetishmovchiligi haqida signal beradigan belgilar juda ham ko'p. Masalan, nordon mahsulotlar yeyishni yoqtiradigan insonlarda vitamin C yetishmovchiligi, ko'proq kofe ichishni yaxshi ko'radigan insonlarda temir yetishmovchiligi, shokoladni maza qilib yeydigan insonlar ko'proq magniy yetishmovchiligidan qiynaladi. Agar siz shirinlikka o'chib qolgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan xrom yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Gazli ichimliklar ichishni yaxshi ko'radigan insonlarda ko'pincha kalsiy yetishmaydi. Bu belgilar umumiy hisoblanadi. Boshqa muammolar bo'lishi ham mumkin. Har qanday qo'shimchani iste'mol qilishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashing. Sababi qancha dozada va qancha muddatda ichish individual hisoblanadi. Siz ko'proq nima yeyishni yoqtirasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun esa Dr. Ahmadov sahifasiga obuna bo'ling.